Pishiriq qog'ozini yuvib ishlatish mumkinligini bilarmidinglar? Mana yozib qo'ydim, "Mnogorazовый" to'g'ri talaffuz qildimmi? O'zbekchasiga ko'p martalik degani bo'ladi. Bu qog'ozda nonushta tayyorlaganman. Ortiqcha sirlar kuyib mana shunday dog' qoldirgan. Xo'p, uni ko'z o'ngingizda birgalikda tozalaymiz. Odatda pishiriq tayyorlasam, mana shunday pichoq bilan qirib-qirib qaytadan ishlataman. Buni ham oldin qirib tozalab olamiz. Qirib tozalaganimda ham hidi qoldi. Hidini yo'qotish uchun uni yuvdim. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Uni ko'pikli suvda yuvdim. Qog'oz bo'lsa-chi, titilib ketmaydi. Bu boshqacha qog'oz. Ko'rib turganingizdek qattiq-qattiq yuvdim, yaxshilab ishqalab, undan keyin toza suvga chayib osib qo'ydim. Mana bu quritib olganimdan keyingi holati. Dog'lari ketmagan bo'lishi mumkin, lekin hidi qolmadi. Ba'zida dog'i ham ketadi. Bu nima pishirganingizga bog'liq. Turmush o'rtog'ini pulini tejab ishlatadigan Saramjon bekajonlarimizga bu videoni jo'natib qo'yamiz.